Bu Nexia'da endi podramnik umuman muammo bo'lmaydi, chunki mashinamizga polniy rama to'qib chiqilyapti ekan, qaranglar. Svarkalariga ham bitta baho berib, like bosib ketasizlar. Ustakalarimizni mehnati halol bo'lsin. Xo'p, qaranglar, svarkalarda chotka qilib qo'yishyapti ekan. Bu yoqda mana pol qismlarini ham ikkili listlardan qoplab chiqishyapti ekan. Xo'p, bunaqa o'zini mehnatini chotka qilib egalariga topshiradigan ustakalarimiz juda kam. Shuning uchun shunaqa ustalarimiz ko'payishi uchun sizlar poddeshka berib ustakalarimizni qo'llab-quvvatlashlaring kerak. Qaranglar, svarkalarga e'tibor berasizlar. Taglarini qaranglar, polni kuyib chiqyaptilar erinmasdan. Bu yoq tomonlarga ham list, ikkilik, mana bularni qaranglar. Mana bu qalin listlarni qo'yishibdi. Xo'p, pol qismlarini ham chotka qilib qoplab, mana teglaridan ham moshni qilib qo'yishibdi. Ustakalarimizni mehnatlarini qo'llab-quvvatlab, bitta like bosib, kommentariyada o'zingizlar fikringizni qoldirib ketinglar. Rahmat, sog' bo'linglar.